Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, sizlar bilan biz o'tgan safar boshlagan turkum suhbatlarimizni ikkinchi suhbatimiz arafasida turibmiz. Ustozimiz fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Fayzullayev Benuriy Omonullayev ustozimiz o'tgan safar va'da bergandilar. Keyingi suhbatimiz Einstein va antizarrachalar haqida bo'ladi deb, bugun mana Xudo xolasa va'da bajariladi degan umiddamiz. Ustoz tayyorlanib kelganlar. Ustoz, sizga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Einstein bizning fanimizning tarixida alohida bir o'rin tutadigan odam, juda ham bir yuqori cho'qqi bizlar uchun. Shuning uchun Einstein qilgan yangiliklar haqida gapirganimizda afsuski ba'zi bir narsalarni ham muhokama qilib chiqishimiz kerak. Nima uchun afsuski deyapman? Mana men butun umr yoshligimdan beri so'z erkinligi tarafdoriman. So'z erkinligi har bir odam qonun doirasida, ya'ni birovga yomonlik qilmasdan, bo'xton qilmasdan, jinoyat qilmasdan turib o'zining fikrini aytishi mumkin degan g'oyam tarafdoriman. Mana shu vaqt yetib keldi. Internet paydo bo'ldi. Har bir odam shu internetga kirib xohlagan gapini gapirishi mumkin bo'lib qoldi. Shunday bo'lib ketdiki, masalan YouTube bir dunyosi, juda ham katta kanal, to'g'rimi? U yerda hamma narsa bor. Boshqa xalqi kanallarda va saytlarda ko'pgina odamlar xohlagan gapini gapira boshlashdi. Shu jumladan Einstein haqida ham har xil chala savod va toza bo'lmagan fikri toza emas odamlar ham har xil bema'ni va bo'xton gaplarni gapira boshlashdi. Men afsuski demak shu gaplar bor, har kuni yoshlarimiz ham shu gaplarga onda-sonda duch kelib tursa kerak. Shuning uchun kelinglar shu gaplarni fosh qilishdan boshlaylikda. Bizning Einstein biz uchun katta siymo. U butun buyuk olimimiz haqida gapirilayotgan bu bo'xton gaplar, yoshlarimiz hammasi buni bo'xtonligini tushunishi kerak. Kelinglar shulardan boshlaymiz birinchi bo'libdi. Chunki bir xillarida dars paytida ham, men dars berayotganimda ham ba'zi bir hollarda talabalar nimalarni so'rab qolishadi. Einstein haqida voy, mana bunaqa ekan-ku deb qolishadi-da. O'sha mana bunaqa ekan-ku degan gaplarni bir demak yoshlarimiz ham bilar ekan, eshitar ekan, ko'rib turar ekan. Kelinglar shu haqida sal-pal gapirib ketaylik boshida. Keyin Einstein haqida bir ma'lum bir qandaydir tushunchalarga ega bo'lganimizdan keyin bemalol uning kashfiyotlari, shu jumladan mana u qanaqa qilib antizarrachalarni kashf qilganligi haqida gapirishimiz mumkin. Demak, birinchidan mana Einstein haqida, Einsteinni yomon ko'radigan odamlar, har xil nisbiylik nazariyasiga qarshi chiqadigan odamlar birinchi gapiradigan gapi Einstein juda kech gapira boshlagan, 4 yoshdan 5 yoshda. Ungacha gapirmagan. Ya'ni ular nima demoqchi bu bilan? Hali aql idroki past bo'lgan, hali bir mamlaqa shimiltirib bola bo'lgan, shuning uchun miya yo'q, gapira olmagan, aqli past demoqchi bo'ladi-da. Haqiqatda rostdan Einstein kech gapira boshlagan, lekin buni sababi bo'lgan. Sabab shundan iborat bo'lganki, mana Einstein singlisi buni bir necha marta aytgan. Einstein gapirishdan oldin shu gapirmoqchi bo'lgan fikrini o'zining ichida gapirib chiqar ekan. Labi bunday anaqa qimillab turar ekan. Gapiryapti-da, o'zining ichida gapiradi. Gapirgandan keyin o'ylaydi, shu tuzgan iborasi uning fikriga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Fikrimga to'g'ri keladi deb hisoblagandan keyin o'sha tuzgan iborasini gapirar ekan. Ya'ni u o'sha kichkina 2-3 yoshligida ham shu darajada genial bola bo'lganki, genialligi ko'rinib turibdi-da. Hali og'ziga kelgan ixtiyoriy gapni gapirmagan, o'ylab, mana shu tuzgan iborasi uni fikriga to'g'ri keladimi, haqiqatga to'gri keladimi, shularni hal qilgandan keyingina gapira boshlagan. Shuning uchun u sal kechroq gapira boshlagan. Lekin yana qaytaraman, kechroq gapira boshlaganligining sababi uning nima deydi, umstundan atstalis emas, ruscha qilib aytganimizda. Teskarisi haddan tashqari aqlliligidandir. Juda ham aqlli bo'lgan, shu yoshda odam o'zining gapiga javob berish kerakligini tushungan. Shu yoshda odam o'zining gapiga javob berish kerakligini tushungan shu bolada. Shuning uchun bo'lgan. Bu birinchi ko'p gapiriladigan gapdi. Mana
Ikkinchidan ko'p gapiriladi, bu har qadamda gapiriladi. Endi buni hatto ba'zi bir olim odamlar ham aytadi, bu ham noto'g'ri aytiladi. Einstein kvant mexanikasiga qarshi kurashgan deyiladi. Bo'lmagan gap. Einstein hech qachon kvant mexanikasiga qarshi kurashmagan. Einstein kvant mexanikasini yaratgan odamlardan biri. Kvant mexanikasiga qarshi kurashmagan. Einstein Heisenbergning noaniqlik prinsipiga qarshi kurashgan. Noaniqlik prinsipi endi sizlar studentsizlar bilasizlar, masalan, qandaydir fizika fakultetiga aloqasi bo'lmagan odam bo'lsa, qisqacha qilib bunday tushuntirishim mumkin. Mana biz bilamiz, qandaydir eksperiment o'tkazib nimanidir o'lchayotganimizda, albatta o'sha bizning asbobimiz o'sha o'lchash jarayonini qandaydir aniqlikda bajaradi. Qandaydir xato ham bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchi tomondan biz tushunamizki, bilamiz, bunga ishonamiz. Texnikaning rivojlanishi natijasida o'sha asbob uskunalar ham borgan sari rivojlangan bo'ladi va mana shu qilinayotgan xato o'lchamligi borgan sari kamayib ketaveradi. Oxiri shu juda ham zo'r nima deydi, zo'r qurilgan asboblargacha yetib boramiz. Ularda xato deyarli bo'lmaydi deb faraz qilish ham mumkin deb hisoblaymiz-da. Bizning ideya o'shaqa ideyamiz. Haqiqatda noaniqlik prinsipi shuni aytadiki, har bir fizik kattalikni o'lchash chegarasi bor, aniqlik chegarasi bor. Mana hammamizga ma'lum bo'lgan mana etiketni mana shu bir yozib qo'yishingiz mumkin-da. Mana hammamiz bilamiz, delta P ko'paygan delta X bu mana bunday munosabatga bo'lishi kerak. H taqsim 2. Bu yerda delta P impulsning noaniqligi, o'lchash jarayonida impulsning noaniqligi, yo'l qo'yilgan noaniqlik. Delta X koordinataning noaniqligi. Ko'rinib turibdiki, agarda men faraz qilsamki, men koordinatani aniq topdim desam, demak, noaniqlik 0 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Demak, bu yerdan ko'rinib turibdiki, delta P nima bo'ladi? X bo'lib ketadi, to'g'rimi? X kengayib ketadi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, bu yerda shu noaniqlik prinsipida qandaydir bir chuqur ma'no bor. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, biz hamma fizik kattaliklarni ixtiyoriy aniqlikda o'lcha olmaymiz. Noaniqlik prinsipi bor, demak, o'lchash aniqligida chegara bor. Einsteinga mana shu juda ham yoqmagan, butun umr mana shu prinsipga qarshi kurashgan. Kurashish natijasida oxiri 3 ta eksperiment o'ylab topgan. U eksperimentlar Gedanken eksperiment deyiladi. Hatto ingliz tilida ham Gedanken deb yoziladi. Haqiqatda u мысленный eksperiment, ruschasi, o'zbekchasi xayoliy eksperiment deymizmi, nima deymiz? Xayoliy eksperiment. U shu xayoliy eksperimentlar yordamida mana shu noaniqlik prinsipini o'zicha yo'q qilgan, noto'g'riligini ko'rsatgan o'zicha-da. Uchala galda ham Niels Bohr Einsteinning mulohazalarida xato topib, noaniqlik prinsipi to'g'riligini ko'rsatgan. Mayli. Demak, ya'ni bu yerda ham gap nimada? Gap odamlar tushunmasdan kvant mexanikasiga qarshi kurashgan. Kvant mexanikasiga qarshi kurashmagan Einstein. Einstein kvant mexanikasini yaratgan odamlardan biri. Agarda Einstein bilan Schrödinger orasidagi xatlarni o'qib chiqsanglar, juda ko'p xatlar bor hammasi. Demak, Einstein va Schrödinger o'z tenglamasini ochgandan keyin Einsteinga yuborgan. Einstein u Schrödingerning tenglamasiga shunday juda bir zo'r munosabatda bo'lgan, shunday bir hayron qolganligini o'rischa aytsak, восторженное отношение. Ya'ni tushungan daryoda bu mana shu Schrödinger tenglamasi juda ko'p muammolarni hal qilib berishini tushungan. Shunday hech qachon unga munosabatini o'zgartirmagan, shu tenglamaga, ya'ni kvant mexanikasiga qarshi chiqmagan hech qachon. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Xo'p, keyin yana bir gap gapiriladi. Endi bu yerda sal hazır bo'lishimiz kerak. Bu yerda demak diniy tomoni bor-da. Gap bunday. Ko'pincha men shuni juda ko'p ko'rdim. Einstein go'yoki o'sha o'qish davrida o'zining domlasi bilan diniy bahsga tushib qolganda, juda ham mashhur. Mana shu gap bor. Ya'ni u Einsteinning gapi shunday bo'lganki, ilm fan bilan faqatgina chuqur diniy e'tiqodli odamlargina shug'ullanish mumkin. Ilm fan bilan shug'ullanishda diniy e'tiqodlar ahamiyati katta. Xudoga ishonmasdan turib, ilm fan bilan shug'ullanish mumkin emas deganday qilib gapiriladi. Haqiqat. Keyin yana bitta narsani aytib ketishimiz kerak.
Einstein yomon o'qigan maktabda deyiladi. Yomon o'qigan, 3 olgan, 2 olgan shunaqa o'qigan, bo'lmagan gap. Einstein o'sha 12 yoshida ilmiy ommabop kitoblarni o'qiy boshlagan, oliy matematikani o'rgana boshlagan. 14 yoshga kelib, butun haligi differensial integral hisobga yaxshi bilgan. 14 yoshda differensial integral hisobga bilgan yaxshilab. Keyin uni maktabdan haydab yuborishganining sababi ham shu bo'lgan. Uni shu darajada kuchli talaba bo'lganki, anaqa o'quvchi bo'lganki, bir kun ertalab o'qishga kelganda koridorda direktor uni kutib turgan ekan. Shu gimnaziya direktori. Leopold gimnaziyasida o'qiganda, u gimnaziyaning nomi hozir Albert Einstein gimnaziyasi. Direktor uni kutib olganda aytgan, janob Einstein degan. Men yana hozir demak ruscha gapiraman, kitobni o'sha ruscha o'qiyaman-da, aytgan. Одно ваше присутствие в аудитории роняет авторитет учителя degan. Sizning auditoriyada mavjud bo'lishingiz, auditoriya kirishingni o'zi bilan o'qituvchining obro'si asfalt bo'lyapti deyapti-da. Ya'ni Einstein shu darajada o'qituvchilardan ham yuqori turgan, shu darajada. Mana shunaqa bo'lgan ahvolda Einstein shunaqa, direktor shunaqa deydi Einsteinga. Shunaqa degandan direktor, "Men sizni tushundim, janob direktor" deydi, qayta o'giriladi, ketadi uyiga. 2 kundan keyin spravka olib beradi. Hali kasal, bu bola kasal bo'lib qo'ya o'qiy olmaydi degan spravka olib keladi. Spravka olib keladi, direktor shu spravka asosida uni darrov haligi o'quvchilar qatoridan chiqarib tashlaydi. Shunaqa maktabdan haydalgan ish. Shu o'rinda bir nima ustoz o'qigandim, shu tili juda ham achchiq bo'lgan, aytayapsiz-ku, hozir ustozni o'sha obro'sini tushirgan, tili juda achchiq bo'lishiga sabab uni o'sha Heinrich Heine she'rlari, shuni nemis adabiyotini klassikasini juda yaxshi bilgan, ular anaqaku, ular so'z erkinligiga boshqa bo'lgani uchun ham shundan ta'sirlangan bo'lishi ham mumkin-da. Bu ham bo'lishi mumkin, lekin bu yerda gap shu haqidaki, o'qituvchi ilm fanni o'rgatadi-da. Asosiy vazifasi shu ilm fanni o'rgatish, tarbiyalash. Bu Einstein ilm fanni o'sha o'qituvchilardan kuchliroq bilgan o'sha paytda va undan tashqari uni tarbiyalashi ma'nosi bo'lmagan, o'zi fikri qandaydir o'zi bor. Boshqa birov gaplari uni fikr miyasiga kirish qiyin. U aniq fikrga ega bo'lgan odam bo'lganda, hali yozganku 12 yoshimda shayx hukumatga ishonmay qo'ydim degani. Demak, uni aniq kuchli bir fikrlari bo'lgan. Ya'ni unga haligi o'qituvchining o'tkazayotgan tazyiqi hech ta'sir qilmaganda, bu tomondan ham yomon. Masalan, boshqa o'quvchilarning nuqtai nazaridan o'qituvchi nimalardir deyapti, Einsteinga ta'sir qilmayapti, o'zini gapini gapiryapti, qaytarib, bu yomon narsa. Xo'p, gap qisqasi shu Einstein haqida mana shunaqa narsalar anaqamizda so'z erkinligi natijasida internetda juda ham tarqalib ketgan. Endi bu odam, bu sababi shu odamlarning nisbiylik nazariyasiga qarshi kurashi, u kurash bu o'sha nisbiylik nazariyasi paydo bo'lgandan beri davom etadi. Kurash ma'nosi yo'q, bir ahmoqchilikning bir formasi. Bundayda gap, ular odamlar shu odamlar tushunmaydi nima haqida gapirayotganini. Ular nisbiylik nazariyasi deganda shu qanaqadir lineykalar, soatlarni, mana bu hodisalar turib berdi, shunga tegishli masalalarni yecha boshlaydi, yecha olmaydi, to'g'ri yecha olmaydi. To'g'ri yecha olmasligining natijasi, sabablari bor. Bular haqida alohida gapirishimiz mumkin. Hamma gap shundaki, bu oddiy bir misollar. Ularni to'g'ri yecha olmasang, demak, agar 3-kursda bizda o'qigan bo'lsang, 2 olasan, haydalasan. Gap bunda. Nisbiylik nazariyasidan butun fizika fanining hamma fundamental qonunlari kelib chiqadi. Masalan, biz bilamiz, mana elektromagnit maydon. Elektromagnit maydon mavjudligi nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Agarda nisbiylik nazariyasi bo'lmasa, elektromagnit maydon bo'lmasdi. Elektr zaryad, uni ham mavjudligi shu nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Yoki masalan spin, zarrachalarning spini, u ham nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Yoki mana masalan massa, hattoki u ham nisbiylik, ya'ni boshqa hamma fundamental faktlar 100% nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Bilan keltirib chiqarish mumkin. Men magistraturada kvantlangan maydonlar nazariyasi fanini o'taman, o'sha yerda shularni ko'rsatib ketaman. Demak, bular nisbiylik nazariyasi u qanaqadir lineykalar, soatlar, voy, mana bu o'lchadi, mana bu to'g'ri keldi, to'g'ri kelmadi, u haqida emas. Nisbiylik nazariyasi fizika fanining fundamenti.
butun fizika fanligi fundamental tushunchalar hammasi 100% shu nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadi. Shuni tushunmaydi u odamlar, ma'lum o'zim kishi. Xo'p, ana endi kelaylik. Mana demak bir Einsteinni qilgan yangiliklari haqida qisqacha aytib ketamizda, keyin bemalol boshqa narsalarga o'tishimiz mumkin. Mana masalan Einstein nima deydi? Mana birinchi qilgan ishi xususiy nisbiylik nazariyasini yaratgan. O'sha yilda yana ikkita katta ish qilgan, to'g'rimi? Molekulalarni o'lchamini qanaqa topish mumkinligini formulasini keltirib chiqargan va anaqani nima edi? Uchinchisi esimda yo'q, mayli. Katta ishlar qilganda, undan keyin umumiy nisbiylik nazariyasini yaratgan. Undan keyin fotoeffekt nazariyasini yaratgan. Undan keyin birinchi bo'lib Planck qonunini keltirib chiqargan. Mana masalan Planck formulasi bor, to'g'rimi? Uni bizning studentlarimiz biladi. Planck formulasini Planck 1900-yil 14-dekabr kuni yozgan. Bu aniq ma'lum. O'sha kuni yozgan. Planck o'zi mamlakatda yozganda, uni aniqasida avtobiografiyasida o'qigan bo'lsanglar, yaxshi yozgan, aytgan. Находясь в состоянии сильнейшего возбуждения, o'rischa o'qiyman deb shu, naходясь в состоянии сильнейшего возбуждения, ya'ni o'ta bir kuchli haligi anaqa holatda turib yozganman shu formulani degan. Ya'ni u keltirib chiqarmagan. Shunaqa bo'lish kerakligi miyasiga kelgan, yozgan. Genial olim bo'lgan, shunaqa bo'lish kerakligini tushungan, yozgan. Keltirib chiqara olmagan. O'zi ash deyilishning ham sababi ustoz o'zi gapirdi. Hilf, ya'ni yordam. O'sha paytda bosh berib ko'chaga kirib ketyapti-ku, o'sha qora jism nurlanishi. Hilf, ya'ni yordam, ya'ni fiziklarga yordamga keldi degan ma'noda belgilangan ekan-da. Bo'lsa bordir, bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri shunaqa qilingan ekan. Nemis tilidan, adashmasam, avstriya nimadan? Hilf nemis tilidan. Help inglizcha, hilf nemis. To'ppa-to'g'ri. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Mana shu miyasiga kelgan, yozgan, keltirib chiqara olmagan. Buni birinchi bo'lib 16-yilda Einstein keltirib chiqargan shu formulani. Keltirib chiqargan, uning uchun u Bohr nazariyasidan foydalanganda atomlar uchun haligi stimulirованное излучение, индуцированное излучение degan tushunchalar kiritganda Bohr formulasi, Planck formulasi keltirib chiqargan birinchi marta tarixda. Ya'ni u Planck formulasi haqiqatda demak Einstein tomonidan keltirib chiqargan birinchi. Mayli. Keyin Bozer Einstein statistikasini o'ylab topgan, keyin antizarrachalarni o'ylab topgan, uni hozir gaplashamiz. Keyin 35-yilda o'sha Heisenbergning mana noaniqlik prinsipiga qarshi kurash davomida hozir entanglement deb ataladigan bir narsani o'ylab topgan. Buyuk katta fan bo'lib ketdi hozir, bu Einsteinning xatosi. Bunga qarshi kurashgan xato qilgan. Xato qilganki, lekin o'sha xatosi natijasida o'sha xatosini tekshiramiz deb odamlar eksperimentni o'tkazsa, xatoligi kelib chiqqan, lekin bundan juda ham bir muhim tushuncha kelib chiqqan. Entanglement deyishadi. Entanglementni ruschasiga запутанность deyishadi, o'zbekchasiga qanaqa tarjima qilsa ekan, muhimda tarjima ma'nosini запутанность ya'ni mana qanday o'tda bunda Einstein o'ylab topgan tajriba nimadan bo'lgan? Mana ikkita elektron ketyapti. Men elektronni impulsini va koordinatasini aniq o'lcha olmayman. Lekin kerak bunday qilamiz. Mana bu elektron impulsini aniq o'lchaymizda, mana bu elektron koordinatasini o'lchaymiz. Natijada keyin bular ikkala o'zaro tashlash chiqib ketadi, to'g'rimi? Mana keyin mana shu uchib chiqqan elektronlardan demak mana bu elektronni tashlashdan chiqib chiqdi. Koordinatasini aniqlashim mumkin, mana bu bo'lsa impulsini aniqlashim mumkin. Shu o'lchashlar natijasida hamma formulalar ma'lum bizga. Ular to'qnash natijasida, ya'ni mana bu impulslarni mana bu impulslar bilan bog'lashim mumkin. Koordinatasini bittasini aniqlab olsam bo'ldi dedi. Men ikkinchidan ham impulsini topgan bo'laman shunda. Ya'ni go'yoki mana bunaqa nima deydi? Xatoligini ko'rsatganda bo'lyapti-da, haqiqatda unaqa emas. Haqiqatda shunday ma'lum bo'ldiki, haligi zarrachalar orasida hali aytganda entanglement mavjud ekan, ya'ni mana bu zarracha ana uzoqda turgan ana zarrachani holatini sezar ekan. Shuning uchun mana bu zarrachani
Amuzarachani holatini o'zgartirsa, Ma'muzarachani ham holati o'zgaradi, sezadi. Bir-birini sezadi-da. Mustaqil emas ekan-da bo'lmasa. Ha, mana shu juda ham katta ixtiro bo'ldi. Bu Einsteinni noto'g'ri fikrlardan kelib chiqqan ixtiro bo'ldi, katta ixtiro. Hatto xatosi ham katta ixtiro bo'ldi. Xo'p, yana bitta narsani gaplashib ketaylik bir shu anaqada. Demak, mana ko'pincha yana internetda ko'pda Einstein bilan Newtonni solishtirishadi. Qaysi bir buyuk olim, buyukroq olim bo'lgan degan ma'noda. Gap shundaki, ikkalovi ham buyuk olim bo'lgan, buyuk olim bilan solishtirishni hech ma'nosi yo'q-da, o'ziga xos buyuklikda, har bitta buyuk bo'lish uchun o'ziga xos bo'lish kerak. Boshqacha o'lchamagan, o'xshamagan bo'lish kerak-da. Mana Newton differensial va integral hisobni o'ylab topgan. Birinchi kelgan ish, to'g'rimi? Newton butun dunyo tortish qonunini o'ylab topgan. Newton mexanika qonunlarini o'ylab topgan. Ya'ni Newton qilgan shunday qarasangiz, odam hayratda qoladi, chunki bo'sh joyda shularni topgan, hech nima yo'q. Undan oldin hech nima yo'q, ular hammasini Newton o'ylab topgan. Ya'ni u juda buyuk olim bo'lgan. Chunki bu mana shu narsalarni u qanaqada nima deydi, u paytda mana bizda karantin bo'ldi-yu, ularda ham bir tushunma tarqalganda karantin bo'lgan. Karantin natijasida 2 yil, 3 yil o'zini qishlog'ida uyda yashagan. Universitetga kelmasdan shu yerda o'tirganda o'sha paytda o'ylab topgan. Keyin bu ishlarga men qiziqmayman, boshqa shug'ullanmayman degan. Asosan shug'ullangan narsasi alximiya bo'lgan, haligi qo'rg'oshni oltinga aylantirish bilan shug'ullangan. Endi bu ya'ni biz nima demoqchiman? Ikkalovi o'ziga xos olim bo'lgan, ikkalovi juda buyuk olim bo'lgan. Shu Newtonning qilgan ishi unda aqlga sig'maydi, chunki hech nima yo'q, bo'sh joyda shuncha yangi fanlarni yaratganda. Einstein ham qancha yangi fanlarni yaratdi. Mana umumiy nisbiylik nazariyasi, mana hali eng deganimiz, ba'zi Einstein statistikasi, boshqa narsalar juda ko'p narsalarni yaratgan albatta. Mayli, xo'p, ana endi shularni hammasini hisobga olib, ana Einsteinga yana qaytib kelamizda, bir voqea haqida gaplashmoqchimiz. Bir Einsteinning bitta maqolasi haqida. Men u maqolani olib kelmoqchi ham bo'ldim, keyin olib kelmadim, chunki haqiqatda maqola murakkab. Bu yerda elektromagnit maydon bilan gravitatsion maydonning o'zaro ta'sirlari haqida bir yozilgan maqolada Einsteinning bir fikri bo'lgan. Afsuski shu fikrga butun umrini ketgan, oxirgi 30 yilini, umrining oxirgi 30 yilini umumiy maydon nazariyasini, yagona umumiy maydon nazariyasini yaratmoqchi bo'lganda, u paytda boriga ikkita o'zaro ta'sir kuchlari ma'lum bo'lgan, elektromagnit va gravitatsion. Shunga yarasha Einstein shu ikkita o'zaro ta'sirni birlashtirmoqchi bo'lganda, 21-yildan boshlab shu ish bilan shug'ullangan. Umrining oxirgi 54-yilgacha shug'ullangan shu ish bilan. Afsuski keyin ma'lum bo'lgan, bu o'sha paytdagi bilimlar asosida bu nazariyani yaratish mumkin emasligi keyin ma'lum bo'lgan. Coleman-Mandulla teoremasi bor-da. 67-yilda o'sha Einstein o'lib ketgandan keyin Coleman bilan Mandulla degan ikkita olimlar teorema o'ylab chiqarishgan. U teorema bo'yicha gravitatsiya va elektromagnetizmni bitta birlashgan nazariyaga birlashtirish mumkin emasligini isbot qilishgan. Uni sabablari bor. U yerda nima deydi? Teoremani Lie gruppalari asosida keltirib chiqarish mumkin. Gap qisqasi, ular shuni topganda, ya'ni Einstein qilgan ishi 30 yil umrini ketgani bu bekorligi keyin ma'lum bo'lib qolgan. Keyin 71-yilda supersimmetriya o'ylab topilgan. Ikkita sovet fiziklari FIAMda ishlaydigan, Moskva fizika institutida ishlaydigan. Ular shu supersimmetriya, keyin supersimmetriya deb atalgan o'sha narsani o'ylab topishgan. Keyin bu narsani 74-yilda G'arbda yana qaytadan o'ylab topishgan va mashhur bo'lib ketgan. Supersimmetriya yordamida yagona maydon nazariyasini yaratish mumkin ekan. Ko'p nazariyalar yaratilgan, yagona maydon nazariyalari hozir tiqilib yotibdi, ular ko'p. Mayli, demak biz uni gaplashmoqchi emas, biz
Demak, nima haqida gap ketadi? Mana qaranglar. Hammamiz bilamiz. Elektronga antizarracha bo'lgan pozitron mavjud. Pozitron u shunday zarrachaki, uning massasi xuddi elektronning massasiga teng. Elektr zaryadining son qiymati ham elektron zaryadining son qiymatiga teng, faqat ishorasi teskari. Ya'ni elektronning zaryadini biz minus yerni belgilasak, pozitronning zaryadi plus y bo'ladi. To'g'rimi? Va boshqa antizarrachalarni olganimizda ham bilan hammasini massasi, spini va boshqa hamma xarakteristikalari zarrachaning xarakteristikalariga teng, faqat birdan bir farqi uning elektr zaryadining ishorasi teskari. Elektr zaryadining ishorasi teskari. O'zi tabiat qonunlari nuqtai nazaridan zarrachaning zaryadining ishorasini uncha ahamiyati yo'q. Qaysi ma'noda ahamiyati yo'q? Masalan, shu koinotni ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Koinot elektronlardan, protonlardan va boshqa zarrachalardan tuzilgan. Faraz qilaylik, shu hamma zarrachalarning ishorasini, zaryadining ishorasini teskari qilib qo'yaylik. Hech nima o'zgarmaydi. Hech nima o'zgarmaydi, shunday teskari deb qabul qilaylik demoqchisiz-da? Yo'q, rostlikasini teskari boqqasin, faraz qilaylik-da. Masalan, bunday knopkani bosdimda, elektron zaryadi plus bo'lib qoldi, proton zaryadi minus bo'lib qoldi. Biror narsa o'zgarmaydi. Hech nima o'zgarmaydi. Buni zaryadova simmetriya deyiladi. Lekin haqiqatda koinot paydo bo'lganda o'sha paydo bo'lgan momentida o'zimda o'ylasak, o'sha koinot qandaydir boshlang'ich holatdan paydo bo'lgan, qandaydir vakuumdan tug'ilgan, unda musbat elektr zaryadlarining soni manfiy elektr zaryadlarining soniga teng bo'lishi kerak. Lekin qandaydir sabablar bo'yicha uni sababi noma'lum. Shu bitta zaryadning son qiymati ikkinchi zaryad son qiymatidan nima desam ekan, o'sha ikkita zaryadlar son qiymat bir-biriga teng bo'lganki, faqat bitta zaryadni nima deydi, milliarddan bir qismi ko'proq bo'lgan. Mana bitta plus zaryadlar, mana minus zaryadlar desak, faraz qilaylik. Shu zaryadlar ichida plus ishoralari yoki minus ishoralari ahamiyati yo'q, uni soni milliarddan bir qismiga sal ko'proq bo'lgan. Mana bu zaryadlar hammasi bir-birini yeb ketgan, annihilatsiya bo'lib, mana qolib ketgan. Biza shu qoldiq dunyo biza. Hozirgi fikr shunaqada, zaryadi va antisimmetriya vselенная deyiladi. Ya'ni nima uchundir shunaqa bo'lgan, nima bunaqa bo'lganini biz bilmaymiz. Ne bo'lgan shunaqada. Ana endi antizarrachalar haqida gaplashaylik. Mana 1925-yil. Dirac tenglamasi 1928-yilda paydo bo'lgan, to'g'rimi? Mana endi shekil yozib qolaylik shu narsalarni. Mana o'zi onamizni o'chiramiz. Qarang, bir pas turgandan keyin qota boshladi, to'g'rimi? O'chirish zo'r o'chirish. Ha, mayli. Demak, tursinda, demak 1925-yil. 25-yil deyman. Mana Einstein. Ana demak 1928-yil Dirac. Endi bitta narsa haqida gaplashaylik-da, shu yerda bir men qanday gapiraman. Olimning nomi o'zini tilida qanaqa yozilsa, shunaqa yozilishi kerak. Bizda qiziq narsalarni yozishadi. Masalan, Einsteinni nima deb yozishadi? Mana bunaqa Einstein deyishadimi? Stein mana bunaqa yozishadi. Bu bunaqa narsa yo'q. Bu dunyoda internetga kirsangiz bunaqa nom bilan hech kimni topa olmaysiz. Mana buni topasiz. To'g'rimi? O'zi butun dunyoda lotin alifbosini qabul qilgan xalqlarning ichida bitta umumiy qoida bor. Odamning oti o'zini tilida qanaqa yozilsa, shu lotin alifbosida. Boshqa tillarda ham shunaqa yoziladi. Uni keyin qanaqa o'qiysiz, o'zingiz ishlaysiz. Lekin yozilishi bir xil o'sha dokumentda bu. Mana demak Einstein shunday, mana Newtonni to'g'ri yozaylik, ham Newtonni qo'yib qo'yaylik. Shu xillarni shuni nima uchundir tushuntirishga to'g'ri keladi. Mana Newtonni o'zining nomi, to'g'rimi? Bizda nima deb yozishadi? Mana deb yozishadi. O'zbekcha yozaylik deyishadi. Yo'q, Newton o'zbek bo'lmagan, o'zbekcha yozmang. Newton o'zining tilida qanaqa yozilsa, bo'lsa o'shdan yozib qo'ying. Bo'ldi? Qarang, demak mana
25-yil Einstein bitta maqola yozgan. Demak, biza odatda hamma kitoblarni olib qarasak, elementar zarrachalar bo'yicha kitoblarni nima deyiladi? Diyrak 1928-yilda o'zini tenglamasini o'ylab topgandan keyin 1932-yilda shu tenglamadan antizarrachalarni kelib chiqqan deyiladi. 32-yilda ular eksperimental ravishda topilgan pozitron. Anderson degan odam topgan. Shu bilan demak Dirac Nobel mukofotini olgan, Anderson ham Nobel mukofotini olgan. Antizarrachalar paydo bo'lgan. Ya'ni antizarrachalar qachon paydo bo'lgan? Ba'zida qilamiz, natijada 1932-yilda amalga topilgan va nazariyasi ham tushunilgan. Masalan, mana bu Dirac tenglamasidan ikkita yechim chiqqan, bittasi musbat energiyali zarracha, bittasi manfiy energiyali zarracha, keyin ikkilamchi kvantlash natijasida ikkalaning energiyasini musbat qilib qo'yish mumkin. Lekin aniq zarracha baribir qovotda-da. Demak, bu zarracha nima deyilardi? Birinchida Dirac o'zi mana qilgan. Bu degan protonga mos keladi bu yechim deb aytgan birinchi. Chunki zaryadini ishorasi haqida bo'lib chiqyapti-da. Keyin qarashsaki, ikkalaning massasi bir xil bo'lishi kerak. Demak, bu ideya noto'g'ri. Odamlar o'ylay boshlagan, nimaga bunday bo'ldi, nima bo'lyapti, mana ikkinchi yechimni nima qilishimiz kerak. Hamma gap shundaki, keyin bu ikkinchi yechim antizarrachaga aylantirilgan. U 25-yilda Einstein tomonidan topilgan. Nima uchun hech kim bu maqola o'qimaganmi, nima qilgan bilmayman. Bu maqola haqida gapirilmaydi. Men o'qib chiqqanda hayron bo'ldim, shuning uchun sekin gapirib bermoqchiman. Einstein nima qilgan? Einstein fikrlari juda ham oson, juda ham soddagina. Antizarracha qatdan kelib chiqishini ko'rsatadi-da. Mana olaylik degan Maxwell tenglamalari plus Lorentz kuchi. Keling, hammasini yozaylik-da, men hozir joy kerak, masalan, o'chiraman. Mana o'chirib tashlaymiz-da, bunday qilamiz. Mana ham o'chirib tashlaylik, mayli. Buni o'chirib tashlaymiz-da, yoza boshlaymiz. Tenglamalarni, Maxwell tenglamalarini yozamiz. Qarang. Hozir formulani yozishimiz kerak keladi. Rotor B, magnit maydoni B deb belgilab olaylik. Zamonaviy kitoblarda hammasida B edi, eski kitoblarda Y deb H deb yoziladi, mana biz B deb yozaylik. 4pi taqsim C yo'q. Mana demak, undan keyin divergensiya Y barobar 4pi rho, undan keyin rotor Y barobar minus db c dt, to'g'rimi? Va oxirida divergensiya B barobar 0. Bunga nimani qo'shamiz? Lorentz kuchini qo'shamiz. dp dt barobar bo'ladi y hamda to'g'rimi? Plus y taqsim c mana bu v ko'paygan b, to'g'rimi? Ana demak mana bu Maxwell tenglamalari, mana bu demak Lorentz kuchi. Qaranglar. Einstein quyidagicha fikr yuritgan. Men shu tenglamalarni olaman degan va bu yerda x ning o'rniga minus x yozaman. Almashtirish bajaryapman. Y ning o'rniga minus y va z ning o'rniga minus z almashtirish bajaramiz. Ya'ni ana r radius vektorining o'rniga minus r o'tyapman-da. Bunday almashtirishning nomi p almashtirish. P almashtirish parity so'zidan olingan, p almashtirish. Mana yozib qoling, mana p deyman-da. Undan keyin t almashtirish bajaraman. Ya'ni t ning o'rniga minus t ga o'taman. Vaqtni teskarisiga o'taman-da. Demak, fazo o'qlarini akslantiryapman. Vaqt o'qini akslantiryapman. Va undan keyin elektr zaryadining o'rniga minus y ga o'taman. Qarang, mana shu almashtirishlar natijasida mana bu tenglamalar sistemasida hech nima o'zgarmaydi. Mana yana qilishimiz mumkin. Masalan, P almashtirish natijasida P almashtirish mana bu demak elektr maydon minus elektr maydonga o'tadi. Hozir buni tushuntirib beraman. Magnit maydon o'zgarmaydi. Elektr maydon haqiqiy vektor, magnit maydon psevdo vektorda, aksial vektor. Buni bunday ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Mana shu doskani bir oyna, ko'z oyna deb faraz qilaylik. Ko'z oyna bo'lsin-da. Ko'z oyna nima yana ko'zgu bo'lsin-da. Mana haqiqiy vektor degani nima degani? Mana bunday yo'naltirdim-da,
ko'zguda bu teskari qarab turadi-da bunga, to'g'rimi? Elektr maydon shunaqa haqiqiy vektorda, mana bu zaryad hosil qilgan kuch, elektr maydon kuchi, elektr maydon bu yoqqa yo'nalgan bo'lsa, o'tdan bu yoqqa yo'nalgan bo'lib ko'rinadi. Magnit maydon unaqa emas. Magnit maydon tok hosil qiladi, to'g'ri? Mana bu tok aylanib faraz qilaylik. Bu sistemada, koordinat sistemasi tok hamda aylanib hosil qilgan vektor mana bu yoqqa yo'nalgan bo'ladi. Magnit maydon vektori, to'g'rimi? Xuddi shunday, ana ko'zguda ham baribir o'sha tok shunaqa aylanib. Unda ham hosil qilgan magnit maydon oyoqqa yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni o'zgarmaydi, to'g'rimi? Mana shunday. Xo'p, yana demak tok, mana bu tok. U ham minusga almashadi, to'g'rimi? Chunki biz bilamiz tok vektor, to'g'rimi? Xo'p, T almashtirish bajaraman. Demak, T almashtirish bajarganimda mana Y o'zgarmaydi. B o'zgaradi. Teskari o'zgaradi. Ya'ni nima uchun? Mana tok ham o'zgaradi, to'g'rimi? Hozir tushuntirib beraman. Mevamda yozaylik, mana. Bunday qilamizda. Qaranglar. T almashtirish bajardim. Vaqtni teskarisiga hisoblay boshlayapman-da. Vaqtim birdaniga teskari harakat qila boshlagan bo'lsin. Elektr maydon qanday zaryad hosil qilyapti. Vaqtni unaqasiga hisoblayman, bunaqasiga hisoblayman, shu turaveradi. Magnit maydon ishonish o'zgarishi kerak. Chunki magnit maydon tok hosil qilyapti. Tok mana bunday oqayotgan tok endi vaqt teskarisiga o'tadigan bo'lsa, bunaqa oqish kerak, to'g'rimi? Shunga yarasha magnit maydonning ishorasi o'zgaradi-da. Va boshqalarning hamma demak C almashtirish bajarganimda Y minus Y ga o'tadi, mana bunday qilaman. Nimaga? Demak B minus B ga o'tadi. Rho zichlik minus rho ga o'tadi. Tok minus tok ga o'tadi. Buni hammasini tekshirib chiqishimiz mumkin. C almashtirish zaryadni o'zgartirishda, zaryad ishorasi o'zgarganda elektr maydon yo'nalishi o'zgaradi. Zaryad ishorasi o'zgardimi, demak u tok mana bu ishorasi o'zgarishi kerak edi. Shunga yarasha mana bu ham o'zgaradi, bu ham o'zgaradi. Ana endi hozir men qilib o'tirmayman, demak qaraylik, shu ishlarni bajarib chiqsamchi, mana bu tenglamalar sistemasida hech nima o'zgarmaydi. Tenglamalar sistemasida hech nima o'zgarmaydi. Bu degani nima degani? Bu deganidan darrov bitta xulosa kelib chiqadi. Demak, faraz qilaylik, men shu tenglamalar sistemasida yechimini topdim. Shu jumladan men impuls uchun yechimni ham topdim. Ya'ni zarrachaning harakat tenglamasini mana bu, to'g'rimi? Harakat tenglamasini yechimni faraz qilaman-da, qandaydir trayektoriyani topdim. Ana zaryadi mana shu trayektoriya bo'yicha harakat qilib ketayotgan bo'lsa. Topdim-da. Xo'sh. Mana bu almashtirishlarga nisbatan invariant shuni bildiradiki, o'sha topgan yechimim mana shu plus Y zaryadli massasi m bo'lgan zarrachaning mana shu trayektoriya bo'yicha harakatini ifodalaydi. Va ikkinchi tomondan mana shu almashtirishlarda hech nima o'zgarmagan ekan, minus Y zaryadli xuddi massasi o'sha m ga teng bo'lgan zarrachaning mana shu trayektoriya bo'yicha teskari yo'nalishda harakat qilayotganini ifodalaydi, to'g'rimi? Mana bu T minus T ga almashtiramiz. Ya'ni bitta yechimni topdim-da, u yechim ikkita zarrachaga javob berar ekan. Birinchidan o'sha trayektoriya bo'yicha harakat qilib ketayotgan zarracha, ikkinchidan u haqiqatda o'sha trayektoriya emas, mana bu almashtirilgandan keyin nima deydi, akslantirilgan trayektoriya bo'yicha vaqt bo'yicha teskari yo'nalishda harakat qilayotgan zaryadning ishorasi teskari bo'lgan zarrachaga mos kelar ekan. Bitta narsa, bitta yechim. Uni ham ifodalar ekan, buni ham ifodalar ekan. Demak, tabiatda mana bu zarracha bo'lsa, massasi ham va zaryad plus Y. Albatta, tabiatda massasi ham va zaryad minus Y bo'lgan zarracha bo'lishi kerak degan xulosaga kelamiz. Majbur biz. Chunki tenglamalarning yechimi shunaqa ekan. Tenglamadan kelib chiqayotgan yechim shundan iborat. Musbat zaryadli massasi m bo'lgan zarracha bor ekan, demak, manfiy zaryadli massasi m bo'lgan zarracha albatta bo'lishi kerak. Va teskarisi mana bu bor ekan, demak, albatta bu bo'lishi kerak. Mana demak, mana bunday almashtirishlarning nomini bunday qilib belgilanadi, odatda C, P, T deyiladi. Mana shu mana C, P, T, odatda C, P, T deb yozishga qabul qilingan C, P, T almashtirish. Ya'ni qaranglar. Demak, Einstein qilgan ish nimadan iborat bo'ldi? 25-yilda elektrodinamika
CPT invariantlik xossasiga ega ekan. Ya'ni elektrodinamikada o'sha paytgacha hech kim bilmagan yangi invariantlik bor ekan. CPT invariantlik deymiz. CPT invariantlik bor ekan va bu CPT invariantlikdan kelib chiqadigan xulosa shundan iboratki, zarracha bor joyda, zaryadlangan zarracha bor joyda. Albatta uni xuddi o'sha masalik elektr zaryadi teskari bo'lgan zarracha bo'lishi kerak ekan. Keyin mana yechim shunaqa bo'lib chiqyapti-da. Bitta yechim bunga ham javob berar ekan. Faqat o'sha yechim ichida mavjudimamni almashtirishni bajarib chiqsa, men bu zarracha uchun yechimni olgan bo'laman. Xuddi o'sha yechimni o'zi, faqat uni yechimda men almashtirishni bajarib qo'yishim kerak. Va demak bu yerdan ko'rinib turibdiki, bitta bu antizarrachani bir qiziq xossasi bor ekan. U kelajakdan o'tmishga qarab harakat qiladi. Shuni boya aytmoqchidim, boya siz shunchaki oddiy aytib ketdingiz, sizdan minusdagi bu juda katta narsa-ku. Shunchaki qabul qilib ketib qo'yasiz. Kelajakdan o'tmishga qarab harakat qiladi. Sizga vaqtni tushunchalarni o'zgartirib yuboryapsiz. U bir asar bor. Strugatskiy degan aka-ukalar yozuvchilar bo'lgan fantastlar. Bitta kitobi bor. Bitta studentimiz ham bilar ekan, men shularni o'zim kursimda gapirganimda, palonchi pistonchi o'tdi, otini yetib chiqdi, hammasini o'sha asar qahramonlarini. Понедельник начинается в субботу degan kitobi bordi. Asar o'tdi. Bir institut haqida gap ketadi. Institut nomi Нейчаво, yani научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Akademiya nauк СССР. O'tda har bir sotrudniklar mana ishga kelyapti, direktorda o'tiradi-da, ulardan so'raydigan bo'ladi. Kecha biz siz bilan nimani gaplashuvdik? Gaplashmadikmi? Gaplashuvdik, nimani gapirdik? Shuni so'rab chiqadi hammadan. Keyin aytiladiki, endi bu ham fantastika-da. Direktor antizarrachadan qilingan. U kelajakdan o'tmishga qarab ketyapti demak. Demak, biz uchun kechagi gap, uning uchun ertagi gap-da. Biz uchun ertaga bo'ladigan narsa, uning uchun kechagi gap. Shuning uchun so'rayapti, kecha men sen bilan nimani gaplashdik? Har bitta xodim bilan. Chunki bilmaydi nima, chunki uning uchun biz uchun kecha, uning uchun ertaga. Shu mashina joyi borda, bu bir ikkinchi tomonda mana Feynman diagrammalarini chizsak, bu yerda ham xuddi shu hisobga olingan, men qayerda o'chirishim kerak, men Feynman diagrammasini chizib beraman-da, bunday qilamiz. Mana bunday qilamizda. Bunday qilaman. Xo'sh, mana bunday qilamiz. Faraz qilaylik, mana bitta jarayon qaraymiz-da. Mana foton ketyapti-da. Mana bundan elektron va pozitron juftga parchalandi. Elektron bunday ketdi, pozitronni yo'nalishini teskari chiziladi. Elektron mana bunday ketdi, mana bunday chiziladi. Mana demak, mana elektron, mana pozitron, mana minus ishora va plus ishora deyman. Ikkala mana nuqtalar paydo bo'ldi. Elektron ketdi bu yoqqa, pozitron ham bu yoqqa ketdi, lekin pozitronning harakat yo'nalishi teskari ko'rsatiladi. Vaqt bo'yicha teskari yuradi-ku. Pozitron antizarracha vaqt bo'yicha go'yoki haqiqatda u ham kelajakka qarab harakat qilyapti, lekin formulalarda go'yoki teskari harakat qilayotgandek bo'lib chiqadi. Ya'ni mana Feynman diagrammasidan xuddi shu hisobga olingan, mana bu demak, mana bu narsani shu hisobga olingan. Demak, qaraylik, Einstein bo'yicha elektrodinamikaning mana shu CPT simmetriyasidan albatta antizarracha bo'lish kerakligi kelib chiqadi. Chunki yechim ham zarrachani, ham bitta dona yechim. Ham zarracha, ham antizarrachani ifodalaydigan bo'lib chiqyapti-da. Shunaqa ekan, demak, shu antizarrachalar ham bo'lish kerak. Degan xulosa. Degan xulosaga kelgan. Antizarrachalar shu haqda paydo bo'lganda, keyin antizarrachalar ko'p o'rganilib, ko'p narsalar ma'lum bo'lgan. O'shana 1950-yilda Schwinger, Pauli, Luders degan olimlar CPT teoremani isbotlagan. CPT teorema u shunaqa narsaki, zo'r narsa ekan. Agarda biror nazariya CPT invariant bo'lsa, demak o'sha nazariya Lorentz invariant bo'ladi. Ya'ni biror bir nazariya CPT invariant bo'lsa, demak u nazariya nisbiylik nazariyasining talablariga javob beradigan bo'lib chiqadi va nisbiylik nazariyasining talablariga javob beradigan nazariya
albatta sifati invariant nazariya bo'lib chiqadi. Teorema shunaqada. Einsteindan 25 yildan keyin topilgan teorema. Ya'ni qaranglar. Demak, mana bu sifati invariantlikdan keltirib chiqarilgan edi. Albatta antizarrachi bo'lish kerakligi. Sifati invariantlik nisbiylik nazariyasiga teng ekan, ekvivalent. Antizarrachalar nisbiylik nazariyasidan kelib chiqarganda u ham. Boshida aytdim-ku, nisbiylik nazariyasidan deyarli hamma fundamental faktlar kelib chiqadi. Elektron, masalan, massasi, spini, zaryadi borligi, elektromagnetik maydon, boshqa maydonni hammasi nisbiylik nazariyasidan keltirib chiqariladi. Demak, antizarracha bor yo'q nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadigan narsa ekan. Sifati teorema to'g'ri bo'lsa-da. Mana demak shu antizarrachalar Einstein tomonidan 1925-yilda ixtiro qilingan, topilgan, lekin eksperimental ravishda antizarrachalar 32-yilda topilgan, ungacha antizarracha haqida hech kim gapirmagan, tushunmagan ham bilmagan. Einstein mana bu ishi nima uchundir muhokamada, keng muhokamada bo'lmagan, hech kim ko'rmay qolganmi, tushunmay qolganmi, nimadir bo'lgan. Va antizarrachalar shu pozitron topilishini Dirac teoramasi bilan bog'lashgan, Dirac nomi bilan bog'lanib qolgan va hokazo. Vaholanki, yana qaytaraman, bu Einstein tomonidan topilgan tushuncha bo'lgan va demak mana bu teorema to'g'ri bo'lsa, demak antizarracha nisbiylik nazariyasidan kelib chiqar ekan. Nisbiylik nazariyasi bormi? Demak albatta antizarracha bo'lish kerak degani ekan. Ayniqsa mana bu shunchaki almashtirib kerilgan narsa bizni vaqt to'g'risidagi tushunchamizni ancha bu o'zgartiradigan narsa. Mana bu juda muhim narsa. Matematik nuqtai nazardan t(-ni minus t deb yozsam, tenglamada masalan o'zimizni shu oddiy anaqa nima edi? Newton tenglamasini olib qaraylik. Demak, d kvadrat dt kvadrat, to'g'rimi? Barobar f. Mana bu vektor, mana bu teng vektor. T(-ni minus t desam, biror narsa o'zgaradimi bu yerda? Yo'q, t kvadrat turibdi, to'g'rimi? Demak, bunday qanaqa xulosaga kelamiz? Demak, Newton nazariyasi nuqtai nazardan, mana nisbiylik nazariyasi boshqa hamma nazariyalar nuqtai nazardan t(-ni minus t ga almashtirsam hech nima o'zgarmaydi. Ya'ni biror bir jarayon ro'y beryaptimi? Albatta bemalol shu teskari jarayonlar ro'y berishi mumkin. Lekin biz bilamiz, unaqa emas. Ya hayotimizda bunaqa narsa bo'lmaydi. Sababi nimada? Bu juda muhim masala, bu masalaga aniq javob yo'q. Ko'p har xil fikrlar bor, lekin demak nima uchun fundamental nazariyalar, fundamental tenglamalar hammasi t(-ni minus t ga almashtirishga nisbatan invariant, lekin tabiat qonunlari unaqa xosiyatga ega emas, tabiatdagi jarayonlar bunaqa emas. Bu haqida juda ko'p mulohazalar bor. Yana qaytaraman, bu muammo aniq yechimga hozircha ega emas. Faqat ba'zi bir hollarda yechimini topishimiz mumkin. Mana masalan, entropiya degan tushuncha bor, to'g'rimi? Entropiya degan tushuncha bor. Masalan, makroskopik sistemalarda nima uchun t(-ni minus t yozganimda invariantlik bo'lishi mumkin emas? Ya'ni makroskopik sistemalardagi jarayonlar qaytmas jarayon bo'lishi nima uchun bo'ladi? Buni entropiyaning o'sish qonuni orqali tushuntiriladi odatda, to'g'rimi? O'zi entropiya degan nomni o'zi nimadan kelib chiqqan? Avvalgi darsda bilan gaplashdik, avvalgi galda grek termini bor, so'z bor. Qadimgi yunoncha tropos degan. Tropos degani u ruscha ham tropinka deyiladi, trapa, yo'l. Tropos degani yo'l degani-da. Entropos degani yo'lantirish degani, yo'naltirish. Ma'lum bir yo'l bo'yicha. Entropiya shunaqa kattalikki, u jarayonlarni ma'lum bir yo'nalishda yo'naltiradigan kattalikda. Shuning uchun entropiya deyiladi. Tropos so'zidan olingan, demak, yo'naltiruvchi kattalik degani. Ya'ni bitta bir kitobda anaqa keltirilgan, haligi aytilgan mana firma nima ish bilan shug'ullanadi? Energiya shu firmani buxgalteri. Kelgani chiqim nima deydi? Kirim chiqimga teng bo'lishi kerak. Energiya demak buxgalter.
Firmaning direktori entropiya. Firma qayerga qarab rivojlanadi, qayerga ketadi, uni direktor hal qiladi, entropiya. Entropos hal qiladi. Mana demak shuni mana bu minusga almashtirish fundamental tenglarlar bo'yicha bemalol hech nima o'zgarmaydi, almashtirish mumkin. Bu matematik operatsiya. Matematik operatsiya. Shuni almashtirib qo'yish mumkin. Mana unda demak tenglama o'zgarmaydi. Demak oldinga qarab ketyapmiz, orqaga ham ketaverishimiz mumkin. Vaqt bo'yicha, lekin unaqa emas haqiqatda. Uni og'ir masala bu. Birdan-bir shu makroskopik sistemalar uchun entropiya orqaligini tushuntirishimiz mumkin-da, boshqa tushuntirishi yo'q. Xo'sh, yana savollar bo'lsa, ustoz hozir bir xulosaga keldim. Bu Eynshteyn haqida juda ham ko'p gapirish mumkin. Shunga keyingi safar agar mabodo maqsad ommabop qilib, chunki juda ko'pchilik o'zi fizika fani deganda nafaqat talabalarimiz, atrofdagi insonlar, o'quvchilarimiz faqat Newton, Eynshteyn shu olimlarni bilishadi, lekin ular o'zi nima ish qilgan, masalan, ommabop qilib o'sha vaqtlarda leksiyalar bo'lgan-ku, ommaga masalan mo'ljallangan leksiya. O'shanga agar bir rozi bo'lsangiz, balki nima deydi? Ommabop qilish mumkin. Hamma gap shundayki, mana hozir shu yerda o'zida aytib ketdim-ku, Eynshteyn qilgan ishlarni, ularni ko'pchiligi og'ir formulalarga asoslanganda. Shuning uchun u og'ir formulalarni qanaqa qilib ommabop qilish mumkin? Endi umumiy gaplar bilan tushuntirib berish mumkin. Masalan, gravitatsiya nazariyasini. Qanday umumiy gaplar tushuntirish mumkin? Qora o'sha o'ralar haqida ham ikkita umumiy gaplar aytish mumkin. Lekin ular rostachasiga tushunaman desa, odam ularni haqiqatda o'qish kerak-da. Fizika fakultetida hech bo'lmasa 3-4 yil o'qish kerak. Bo'lmasa tushunib bo'lmaydi-da. Shuning uchun ommabop qilib gapirish mumkin, lekin qay darajada masalan bizning studentlarga qay darajada bu foydali bo'ladi bilmayman, chunki ular o'zi ommabopdan yuqoriroq darajaga o'tishganda, ular bilishadi formulalarni. Shuning uchun men bilmayman, bir o'ylab ko'rish kerak lekin. O'ylab ko'rish mumkin. Rahmat. Demak, keyingi safar xudo xolasa yana suhbatlarimizni siz bilan davom ettiramiz. Bir mavzuni tanlab, bir yo'nalish olib, xudo xolasa. Rahmat, savol takliflar bo'lsa, mavzu yuzasidan bemalol yuborishingiz mumkin. Onlar bilan keyingi safarlarda balki shu mavzularni ko'rib chiqib, rozi bo'lsalar, shu haqda suhbat qilamiz. Rahmat. Savollar tushsa, bir uchrashib, o'sha savollarga javob berish mumkin. Rahmat.